Mana hurmatli obunachilar va kanal mehmonlari, bahoriy toklarni sug'orish nima deydi tadbirlari, agrotexnik tadbirlarini olib bormoqdamiz. Qisqa qilib aytganda, toklar sug'oryapmiz desak to'g'riroq bo'ladi. Shunday suv ichibdi ular. Kechasi bilan yoniq qoldirganmiz. Ertalab soat 8 da qoladi mana. Burib qo'ydik. Tamam, endi bugun kechqurun jo'natamiz. Bugun bu videoni ko'rsatishdan sizlarga maqsad umuman boshqa. Agarda siz ham tok ekib ko'kartirmoqchi bo'lsangiz va ekish kechikkan bo'lsa, kuzgi rejimda ekmoqchi bo'lsangiz, mana bunday natija olasiz. Bunga erishish uchun, bunday natijaga erishish uchun noyabr oylarida ekish kerak. Meni usulimda bu, men noyabrda ekib erishilgan usul mana shu. Hali 1 gram suv ichgan yo'q. Arig'i bo'mbo'sh. Bu ariqqa suv yetib kelmagan. Mana bu yergacha yetib kelgan, mana ho'l bo'lib turibdi. O'zi ko'karib chiqqan holat. Bu yerga suv o'tgan yo'q. Bu tomonni sug'orib olamiz. Yana bitta eksperiment va natijasi. Mana bu yerga endi suv yetib kelib qo'ydi. Hozir mana nami bor mana. Lekin bu ikkita ekdim, ikkovi ham mana tars olib ketgan, ko'kargan. Xullas nima demoqchiman? Agar sizda qalamcha, tomirsiz taktilik qalamcha, kuzgi payti qirqib olingan, tokni o'zidan qirqib olingan qalamcha bo'lsa, shuni kechtiramada, kechki kuzgi paytida nam yerga ko'm qo'yish kerak, tamom. Toklar ko'mayotgan vaqtcha, oktyabrda oxiri noyabr 10gacha ko'm bo'linadi. Hamma joyda O'zbekiston Respublikasi bo'yicha hamma joyda toklar ko'm bo'linadi. Qishga tayyorlov. Ko'rpasini yopib qo'ydik-ku, shunaqa usul. Qishdan yaxshi chiqib olish uchun ko'miladi. Xuddi shunday holatda mana bu qalamchadan ko'miladi. Va natijada erta bahorda shuni ochasiz. Ochmaysiz ham hattoki. Просто ustini shunday yuqartirib qo'yasiz, xolos. Hamda ko'karib ketadi. Bunga yoqqan bo'lsa bitta like, kommentariy yozing. Bu videoni tarqatasiz. Charchamaysiz, omon bo'lasizlar.